boshladik. Bugungi videoda 2025-yilda blog yuritish, umuman blogging orqasidan daromad topishning 5 ta eng optimal, oson va yaxshi yo'llar haqida gaplashamiz. 5-yo'ldan boshlaymiz. Bu infoproduktlar yaratib, ularni sotish usuli hisoblanadi. Bu nima degani? Hammamiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganmiz, biror bir o'sha auditoriyasi katta, mashhur, biror bir sohaning vakili, o'sha ekspert yoki blogerni sizlarga va'da qiladi, mana shu nimadir qilishning o'sha 5 ta usuli yoki bo'lmasam nimadir qilish bo'yicha gayd, qo'llanma yoki kitob yoki bo'lmasam video darslikni sotib olish uchun mana shu havoladan o'ting yoki ro'yxatdan o'ting va hokazo. Oxirida qanchadir summada, bu odatda unaqa katta summa bo'lmaydi, to'laysiz va o'sha kitob, qo'llanma yoki gaydni olishingiz mumkin bo'ladi. Aynan shu narsa o'sha infoproduktlar yaratib, ularni sotishga misol bo'lishi mumkin. Ya'ni siz ham agar ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lsangiz, Instagram, YouTube, Telegram farqi yo'q. Auditoriya sizni kuzatsa, eshitsa va sizga ishonsa, o'zingiz yo'nalishingizda biror bir o'shanaqa foydali qo'llanma yaratib, keyin uni o'sha katta auditoriyaga arzonroq narxda yoki kichikroq, torroq auditoriyaga qimmatroq narxda sotishingiz mumkin. Blog orqali daromad topishning 4-yo'li esa bu podpiska va donatlar orqali daromad qilish. Bu nima degani? Butun dunyoda mashhur o'sha Patreon, Boosty platformalari yoki bo'lmasam o'sha YouTube'da sponsorlik qilish orqali, ayniqsa O'zbekistonda mashhur bo'lgan Telegram, yopiq Telegram kanal yaratib, unda podpiska sotish orqali daromad qilish. Hammamiz biladigan bir taniqli ekspertni yopiq Telegram kanalida oylik topadigan daromadi 90 million atrofida tashkil qiladi. Endi tasavvur qiling, oyiga har doim muntazam ravishda stabil sizga qanchadir summa o'sha podpiskadan keladi. Shunchaki siz o'sha yopiq Telegram kanalda o'zingizning yo'nalishingiz, ekspertligingiz mavzusida foydali ma'lumotlarni ulashib borishingiz yetarli. 3-yo'li shaxsiy mahsulot yoki xizmatlaringizni sotish. Ekspertligingizni ochib berasiz, auditoriya ishonchini qozonasiz va sotasiz. Buning farqi yo'q. Qanaqa tovar yoki mahsulotligini yoki xizmatliligini. Sizlarga oddiy misol keltiraman. O'zimning mini blogimda, Instagramdagi deyarli aktiv bo'lmasam ham har oy o'rtacha 4-5 ta konsultatsiya sotaman. Ya'ni o'sha marketing sohasida, biznes yoki startaplar yuritish sohasida o'zimning o'sha tajribalarim asosidagi bilimlarimni konsultatsiya ko'rinishida sotaman. Bu esa doimiy ravishda menga kelib turadi. Men u yoqda aktivmanmi, yo'qmi? Bu bilan nima demoqchiman? Albatta, blogni hech qachon to'xtatib qo'yish kerak emas. Balki uni yaxshi yurita boshlasangiz, yaxshi upakovka qilingan bo'lsa va blogingizda ekspertligingiz ochilgan bo'lsa, insonlar sizga ishonsa, sizdan mahsulot yoki xizmatingizni sotib olishga doim tayyor bo'lishadi. Va bu ham o'sha oylik daromadingizga ta'sir qiladi. 2-usulni aytishimdan oldin esa mazkur videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, 2-sabab bu to'g'ridan-to'g'ri reklama sotib olish. Menimcha yangi blog yuritib boshlagan va yangi auditoriya yig'ayotgan ko'p blogerlar yoki influencerlar bu narsani yaxshi bilishadi. Ya'ni barter orqali reklama qilish. O'zi kabi yoki auditoriyasi sig'imi o'xshash bo'lgan boshqa bir bloger yoki influencerga o'sha barter reklama almashish yoki bo'lmasam tovarga reklama almashish taklifi bilan chiqishadi. Masalan, ko'p hollarda uchratamiz. Biror bir onlayn magazin uchun o'sha blogerlar yozishadi. Davayte o'sha sizni mahsulotingizni men reklama qilib beraman. Evaziga siz o'sha mahsulot yoki xizmatni menga bepulga berasiz degan mazmunda. Yoki bo'lmasam, agar auditoriyangiz katta bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri sizdan reklama sotib olishadi. O'sha bizneslar, katta, kichik yoki biror bir o'sha shaxslar va hokazo. Yoki boshqa blogerlar bilan kollaboratsiya qilishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, to'g'ridan-to'g'ri reklama berish o'sha blog yuritishda eng keng tarqalgan va eng yaxshi summalar olib keladigan yo'llardan biri hisoblanadi. Buni yaxshilash yo'llari bilan esa keyingi videolarda gaplashamiz. Birinchi va oxirgi eng muhim yo'llardan biri bu partnyorskiy marketing, ya'ni hamkorlik marketing deb ataladi. Bu marketing usuli ozroq biznesga o'xshab ketadi. Masalan, butun dunyoda mashhur turli xil AliExpress, Alibaba yoki bo'lmasam Temu bo'lishi mumkin. Shunaqa katta marketplace'larda mahsulotni qo'lingizda bo'lmagan holatida boshqa bir onlayn do'konlarning mahsulotini havolasini o'zingizga joylab, o'sha bloglaringizda, kontentlaringizda joylab turib, o'rtadagi sotuvdan foiz olishingiz mumkin. Ya'ni sizning qo'lingizda na mahsulot bor, na onlayn magazin bor yoki bo'lmasam na bir mijozga yetkazib berasiz.
Shunchaki blogda aktiv bo'lib, havolalarni joylash orqali siz protsent ishlashingiz mumkin. Mazkur video foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videoda bo'lsa biz 2025-yilda blog yuritish va kuzatuvchi, ya'ni podpischiklarni yig'ish yo'llari haqida gaplashamiz.